Yo bolalar, sizlar bilan yana bugun Mark Minecraft. Bugungi videomizda hammaga aytganimdek, har videomda aytaman, qishloq jejilarining to'yi bo'lmoqda. Sizlardan rahmat bolalar. Men 15 ta bo'lishimga yana 2 ta obunachi yetmayapti. 13 ta bo'lganim uchun barchangizga rahmat. Bugungi videomizda endi to'yimizni boshladik degan umiddaman. Qani bolalar, like va podpiska ayamang, bo'lsanglar men sizlarga zo'r videolarni chiqarib berishda davom etaman. Xo'sh, endi qishloq jejalarini bitta to'y qilamiz degan gaplar bor edi. Xo'sh, so'rab kelaylikchi. Eshigimizni yopamiz, suryodga o'tamiz. Xo'sh. O, cho'shkichi. Ofalbin, sen to'y haqida eshitdingmi? Yana qanaqa to'y? Men hech qanaqa to'y haqida eshitmadim. Men hozirga Santadan kelyapman. Mayli, senga to'y kerak emaydi, baribir sen sahrolarga ketib qolasan to'y kuni. Voy, kim bor? Ibi? Nima bo'ldi? Hoy, to'yda qachon? Men darrov kela olaman to'yga. Hoy odamlar, to'y bo'lyapti. Mayli, aytaversin. Xo'sh. Bu qon endi qayoqdan keldi bu? Bu kimning uyi edi bu? Ibi? Olimtoyning uyi edi. Uyi edi. Xo'sh. Bu qon izlar qayoqqa olib boradi? Ot ham gapirib bilmaydi, ot ko'rgan bo'lsa kerak. Mana. Xo'sh, tepaga chiqamiz. O'zi kimning to'yi? Yo'q, bile. Olimtoyning o'g'li ketibdilar to'y egasini. Ibi? Axir bu yer bo'lmaydigan yer-ku. Kirmang, o'lasiz. Nimaga o'laman? Men o'ladigan odam emasman. Po'sti oppoq narsalar. Bizga chili va suv kerak. Ba'zida nima bo'lgan? Dirdirab qilib tushamiz. Xo'sh. Kirsammi kerak, kirmasammi? O'lib chiqsam keyin bo'lmaydi. Ha, nima bo'lsa. Uy, bile, o'lib ketdim. U nima u? Voy, bile, bola, o'lib ketdim. O'shmanda bor narsa mana shu ekan. Mayli, narsalarimni qayoqdan olaman? Qilichim bor edi. Mayli. Qishloq jejilaridan to'y xabarini olaylikchi. U ishlarni keyin hal qilamiz. Galim o'zi hal qilib beraveradi. Xo'sh, endi men tepaga qanaqa qilib chiqaman? Mayli, endi piyoda yurib chiqaveramiz. Kreativga o'tib o'rmaymiz. Shundan shunga. Xo'sh, tepaga tez chiqib o'ramiz. Bolalar, sizlarga rahmat. 15 ta bo'laylik, iltimos like bosinglar, obuna bo'linglar. Hoy, Folbin. Hoy, to'xta. Nima? Sen meni ta'qib qilaversan. Senga bitta gap bor. Olimtoyning to'yimi edi. Men qayoqdan bilay? Olimtoyning to'yimi yoki boshqani? Menga to'y bo'lyapti deb sen aytding. Men qishloq jejalarini aytib yo'qman. Mayli. Xo'sh, to'yxon bo'lyapti. Hech bir qishloq jejali uyda yo'q. U qayoqdan topgan ekan? Men ham tez kirib uxlashim kerak. Mana yo'q, kelyapti. Olimtoy. Oy, Olimtoy, qayoqdasan? Hoy, bu yerga ket, bo'lmasa sen o'ldirishadi. O'lib ketasan bu yerlardan. Mayli, kelsang kelar, tez ichkariga kirib uxlayver. Uxlash kerak. Bugun to'y kuni, birinchi kuni. Men to'yni bu ko'rinishda qanaqa o'tkazaman? Qishloq jejalari ham yo'q. Hech kimga aytolmay yuryapti. Ana bu Folbin. Bu o'tlarga qarang. Xo'sh, to'yxonamiz qani?
to'yxona tuzatishim kerak. Unga necha kun ketadi? Voy bilay. Xo'sh. Boyagi qishloq yigitlar qayoqqa ketibdi? Voy bilay bola. Yana bu yerda hech kim yo'q. Manimcha qishloq yigitlar menga bir nima o'yin qilishyapti. Ay, mana bu yerda. Hozir yuragini yoraman borib. Hozir. Ibi, g'orga kirib ketdi. Izidan oq narsa. Barcha qishloq yigitlar shu yerdami? Yo'q, men kirmayman otga. O'p chiqasim kelmayapti lekin. Xo'sh. Barcha qishloq yigitlar qani? Boyagi falbonni topay. U bilar, u ham qishloq yigitlardan-ku. Hoy, falbon, to'xta. Sendan narsa sotib olmoqchiman. Xo'sh, nima sotib olmoqchisan? Xo'sh. Bir tiyinga yaramaydigan narsalaring bor ekan. Ay, nima deyapsan? Men bularni sotib olib kelganman. Sen u narsalarni hech qachon topib bilmaysan. Mayli, qimmat sotsang qimmat sotaver. Menga paxmi olmayman. Mana shu qo'ng'iroqni chalay. Mana. Kelinglar qishloq yigitlarlari, men sizlarni qarayapman. Kelinglar. Mana. Voy, bilay, qayoqda qishloq yigitlari? Aku Olimtoyning otlari ochlikda o'lib qoladi. Mayli, Olimtoy uyda bor edi. Olimtoy! Ibi, Olimtoy yo'q ekan. Hech nimasi yo'q. Hattoki mana bu yerda turadigan sandig'i ham yo'q. Mayli. Qarab ko'ramiz, albatta. Qo'rqmanglar. To'y bo'lmoqchi, lekin mana bu yer... aytgandek, men bu yerni sizlarga keyin ko'rsataman dedim. Bo'ldi, suriyolga o'tib ko'rsammi? Kreativga o'tib ko'rsammi ekan ichini? Voy bilay, o'chib qopti. Boyagina ko'rgandinglar, yopib ketuvdi. Endi yana kirgan. Albatta qishloq yigitlar emas. Yoki qishloq yigitlar mana shu yerdan barchasi. Kirmang, o'lasiz deb yozib qo'ydilar. Men bu yer haqida hech nima bilmayman. Boyagi falbondan so'rab ko'raman u bilan. Voy, falbon, qayoqdasan? Voy, falbon. Menimcha bu ham bir yerlarga yo'qolib ketdi. Xo'sh. U falbon bu yerlarda yo'q. Ana. Xo'sh. Oq narsa. Ichkariga kiramiz, hech o'ldirib olmasligini. Xo'sh. Ko'rayotganinglardek bo'laman bu. Narsa nima? Uchirgan oq narsa. Kommentda kutib qolaman, ha. Men kreativga o'tib darrov boyagi joyni ko'raveraychi, nima bor ekan. Uni ko'ramiz. Mashina qilamiz. Xo'sh, mana bu yerga tushamiz. Voy bilay. Shuncha. Hoy, ismim. Sen bu yerga qanday kelib qolding? Senga o'qlarimiz ham bo'lmayapti-yu. Nima? Sen tilanchikansan. Shunaqa degan umiddaman. Sizlar qishloq yigitlarning o'g'illari deyilami? Bu yerga tirat qo'yib barchangni o'ldirib ketaman. Hoy, nima deyapsan? Hammamizda bu yerda 10 yildan beri yashaymiz. Bu yer bizlarga qamoqxona. Bu yerda ochlikda o'lib qolamiz. Iltimos, bizlarni o'ldirma. Biz senga ko'p yordam beramiz. Menga sizlarning yordaminglar kerakmaydi. Qishloq yigitlar yo'q. Bu yerdan qon, kirmang o'lasiz deb yozib qo'ydi. Nima? Biz yozib qo'yibmizmi? Biz demagan bo'lmoqchi qolmayapmiz. Bizdan bechoralar shu yerda faqat to'yda ko'taramiz.
Top ko'taramiz, bolta ko'taramiz. Shundan boshqa ishimiz yo'q. Mayli, bir safar yolg'on gapirgan bo'lsanglar, lekin Timit bilan barcha yerlaring portlataveraman. Yo'q, bular aldamayman. Bizni uyimiz yo'q bu. Bizni uydagilar qo'yib kelishdi bu yerga. Mayli, xo'sh. Bu yerga o'zim nega tushdim? Bu ahmoq reyderlarni ko'rishdim. Xo'sh, bizlarga ahmoq dedingmi? Ha, aytdim, nima qilasizlar? Ahmoqroq chiqdimi? Pratikda bo'lsak bu. Biz seni qutoqqa solamiz. Mayli. Ahmoqmasizlar. Tekislar. Tekissizlar. Xo'sh, bu yerda ovqat yo'q ekan. Maslarga o'z ovqat bergan. Oltin olma.